Sizlar so'radinglar, biz olib keldik. Mijozlarimiz zakaz bergan telefonlar yetib keldi. Poco F8 Ultra dan kelgan, jinsiy rangidan kelgan, subwooferlari ham bor, qarang. Smart Market har doim o'zini obunachilarini mana shunaqa xursand qilib turadi. Xo'p, buni komplektatsiyasida keladigan bo'lsa, ikkita kelgan Poco F8 Ultrada komplektatsiyasi zaryadka, sim hamma narsasi bor. Chexollari ham bor. Xo'p, bu yengil tsikl yo'q. Xo'p, qarang. eSIM поддержка qiladi, globalniy versiya. OnePlus 15 kelgan, внутри India, уже oksigenga o'tgan, rus tili, o'zbek tili hammasidan bor. Hozir ko'pchilik mana shu zakaz shuti OnePlus 15 ga Turbo 4 Pro'miz kelgan. Qarang, qanaqa holatlari. Bizda har doim ideal holatda telefon kelgan. Uyalmaysiz, bemalol olib yursangiz bo'ladi. Chexolsiz ham olib yursangiz uyalmaysiz. Tiniq sostoyaniyada kelgan, yengi bilan barobar. Xo'p, Xiaomi 15 o'zi modeldan kelgan. 15 o'zi Pro emas, qo'lga mos, qarang qanaqa. Ko'pchilik mana shu telefonni olishadi, qo'lga mos, udobli ishlatishga. Xo'p, OnePlus 15 qora rangidan kelgan Yevropa versiya bo'ladi. eSIM поддержка qiladi. Bemalol chet ellarda yurganingizda eSIM bilan ishlatib yursangiz bo'ladi. Shunaqa xassasiyatlar bor. Zakazga kelgan bu smartfonda nalichada yo'q. Hammasini bunga egalari yetkazib beraman. Nalichada Xiaomi 15 o'zi qolgan. Keyingi zakaz bersanglar bo'ladi. Instagram, Telegram kanallarimizda telefon nomerlarimiz biriktirilgan.